Dasturimiz davom etadi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlar boshlanganini alohida e'tirof etgan edi. Bu borada esa bir qancha rivojlangan mamlakatlar bilan ilmiy-amaliy hamkorliklar o'rnatilgan va jarayonlar boshlab yuborilgan. Xitoy va o'zbek muhandislari tomonidan sun'iy yo'ldosh loyihasi ustida ish olib borilmoqda. E'tiborlisi, Yaponiyada tahsil olayotgan O'zbekiston talabalari ham ayni shu yo'nalishda faollik ko'rsatmoqda. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh uchirish bo'yicha ishlarga start berildi. Quvonarlisi, ushbu loyiha o'zbek yoshlari tomonidan amalga oshirilyapti. Ayni paytda Yaponiyaning Kyushu texnologiyalar universitetida tahsil olayotgan 7 nafar o'zbekistonlik magistrant mamlakatimizning ilk ilmiy sun'iy yo'ldoshini ishlab chiqmoqda. Bu mamlakatimiz uchun unikal loyihalardan bittasi. Chunki tasavvur qiling, o'zbekistonlik yoshlarimiz ishlar olib borishyapti. Bu loyihani qolgan loyihalardan farqi, yoshlarimiz o'zlari qo'llari bilan sun'iy yo'ldoshni loyihalashdan tortib uchirishgacha qatnashib kelishadi. Va bu oddiy magistrlik programmalariga o'xshamaydi, chunki ular 90% vaqtini laboratoriyalarda aynan sun'iy yo'ldosh ustida sarflashadi. Biz ushbu tarixiy jarayonni amalga oshiradigan tadqiqotchilar bilan onlayn bog'lanib, yosh olimlarning hozirda universitetda o'qish jarayonlaridagi taassurotlari va tarixiy loyiha haqida so'radik. Universitetga 2025-yil oktyabr boshida kelgan edik. Noyabrning boshida bizani laboratoriya ishimiz, ya'ni sun'iy yo'ldoshni yig'ish ishlari boshlandi. Chunki bu yerda nafaqat Yaponiya muhiti, balki xalqaro muhit bor. Turli xil davlatlardan kelgan professorlar, tadqiqotchilar, ular bilan birga sun'iy yo'ldoshni yasashda olayotgan tajribalarimiz juda ham qimmatbaho. Kuni kecha Leopard sun'iy yo'ldoshi xalqaro kosmik stansiya orqali uchirildi va biz uni real vaqtda uni qanday uchishini ko'rdik. Bu juda ham quvonchli onlar edi va o'zimizni sun'iy yo'ldoshimiz uchganda bizda ham shunday chiroyli holatlar bo'lishini tasavvur qildik va bugun ertalab ushbu sun'iy yo'ldoshdan birinchi signallarni oldik va bu jarayonlarni ko'rdik. Biz ham nasib qilsa keyinchalik albatta bunday natijalarni ko'ramiz. Bu 7 nafar yosh nafaqat ilm-fan, balki mas'uliyatni yelkalariga olgan. Ular o'qish bilan birga tariximizdagi ilk ilmiy sun'iy yo'ldoshni tayyorlash ustida ish olib bormoqda. Bu jarayonda har bir tadqiqotchining o'z vazifasi bor. Sun'iy yo'ldoshlarning ham turli xil turlari mavjud va hozirgi kunda eng mashhur bo'layotgan sun'iy yo'ldoshlar bu kichik sun'iy yo'ldoshlar hisoblanadi. Nimagaki, ular ham arzonroq tushadi va ko'proq foyda bera oladi. Biza qilayotgan sun'iy yo'ldosh bu professionalga eng yaqin bo'lgan kichik sun'iy yo'ldosh hisoblanadi. 6U, ya'ni 6 kub hajmdagi bo'ladi va taxminiy vazni 10-12 kilogramm atrofida bo'ladi va uni maqsadi yerni masofadan zondlash. Yerni masofadan zondlab, olingan rasmlarni turli xil sohalarda, qishloq xo'jaligi, kadastr, suv xo'jaligi, juda ko'p sohalarda ishlatsa bo'ladi. Mening vazifam sun'iy yo'ldosh markaziy kompyuterini loyihalash va unga dasturiy ta'minotni ishlab chiqishdan iborat. Bu sun'iy yo'ldoshning miyasi hisoblanadi va yagona boshqaruv tizimi. Bu tizim sun'iy yo'ldoshning barcha qismlarini o'zaro bog'laydi va ularni uzluksiz va xatosiz ishlashini ta'minlaydi. Mani yo'nalishim bu sun'iy yo'ldoshni tashqi va ichki qismini modellashtirish va sun'iy yo'ldoshni haroratini nazoratda ushlash va uni uchishidan oldin turli xil sinovlardan o'tkazish. Sun'iy yo'ldoshni chidamliligini aniqlash juda ham muhim, chunki yerda u juda ham yaxshi ishlab berishi mumkin, lekin fazoda nurlanish bor, turli xil oqimlar bor. Uni birinchi bo'lib yerda sinovdan o'tkazamiz. Keyin ma'lumotlar tasdiqlangandan keyin biz uni fazoga jo'natamiz. Sun'iy yo'ldoshni tayyorlash jarayoni hozir qaysi bosqichda? Bu O'zbekistonning birinchi sun'iy yo'ldoshi. Bu biz uchun juda ham katta faxr va buni mas'uliyatini bilgan holatda ish olib bormoqdamiz. Kosmik orbitaga chiqishdan oldin hamma narsani hisob-kitobini qilishimiz kerak. Shunday ekan, kompyuter texnologiyalar orqali biz kosmik muhitda hosil qilish holatda, misol uchun simulyatsiya qilish programmalari orqali biz hozirgi kunda sun'iy yo'ldoshimiz qanday holatda turadi, qancha tok ishlab chiqara olishi, bu tok ishlab chiqargan paytda hamma tizimlarga kerakli darajada tok bera oladimi? Shularda hisob-kitobini qilib bo'ldik. Endilikda biz kerakli bo'lgan quyosh panellari
batareykalar, sun'iy yo'ldoshimizga mos bo'lganlarni buyurtma berish jarayonidamiz. Hamma kutayotgan asosiy savol: birinchi sun'iy yo'ldoshimiz qachon uchiriladi? Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu tarixiy jarayon 2027-yilning 3-choragida amalga oshirish rejalashtirilgan. Demak, bu aql va mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek yoshlarining ilk ilmiy sun'iy yo'ldoshi bo'ladi.